Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin va qurultayning sobiq raisi Merkezi Germaniyadagi Uyghur kishilik huquq va demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa Kanadada ichilayotgan Toronto demokratiya munbiriga taklif bilan qatnashib, Uyghur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib kelgan. Turg'unjon Alovuddin, Dolqin Aysa va Kanadadagi Uyghur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandilar 11 oyning 16 va 17 kunlari Kanadada ichilayotgan Toronto demokratiya munbiriga alayda taklif bilan qatnashib, Uyghur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga ilib kelgan. Bu yig'inda dunyo demokratiyasi, Xitoy, Iran va Rossiyaga o'xshash diktator davlatlarning kun sari ishlayotgan dunyoviy tahdidlari, Xitoyning chegara halqagan bostirishlari va buning dunyo demokratiyasi ko'rsatayotgan ta'siri haqida muzokaralar ilib berilgan bo'lib, Dolqin Aysa apandi 17 noyabrdagi yig'inda demokratiyaning duch kelayotgan xislari, diktator davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro sahnalardagi monopolligi va buning Uyg'ur davosiga bo'lgan ta'siri degan temalarda Mehmet To'xta apandi Xitoyning chegara halqagan bostirishining Kanada siyosatiga bo'lgan ta'siri haqida leksiya so'zlagan. Dolqin Aysa apandining bildirishicha, bu necha kun ichida yana Kanada parlamentida yana bir qator uchrashuvlarni ilib bordi ekan. Bu yilgi Toronto demokratiya munbirining asosli temasi diktatorlik va diniy radikalizmga qarshi fuqarolar qarshiligi bo'yicha doklad sunish bo'lib, maqolalari qabul qilingan 10 dan ortiq davlatdan kelgan tadqiqotchi va olimlar o'zlarining dokladlarini Toronto demokratiya munbirida bir vaqtda ikki muhokama yig'inida taqdim qilgan. Mazkur munbar dunyo asabiylikka qarshi turish to'ri tarafidan tashkillangan bo'lib, asabiylik va diktator tuzumlarning vayron qilg'ish ta'sirini boshdan kechirgan bir to'p fidokor shaxslar va erkinlik tarafdorlari qurgan dunyo asabiylikka qarshi turish to'ri xalqaro foyda olmaydigan tashkilot bo'lib, tinchlik, ko'p xillik va erkinlikni ilgari surish orqali zo'ravonlik asabiyligi va diktatorlik bo'lmagan dunyo qurishga tirishadi. Bosh organi Kanadada bo'lib, dunyo miqyosida har xil asabiylikka qarshi turish va uni yo'qotish uchun xizmat qiladi. Ular Amerika va Kanadaning o'rtaq qarash prinsipi bo'yicha dunyo miqyosida zo'ravonlik va diktatorlikni tugatish, shaxs yoki jamiyatning izzat hurmati va erkinligidan mahrum qolmaslikka kafolatlik qilish, shaxs erkinligi va fursatiga to'sqinlik qiladigan to'salg'ularni yo'qotish uchun asos tadqiqotlarni ilib berish, yig'inlarni tashkillash, asabiy ideyalarning xavf-xatari to'g'risida dunyoviy ongni oshirish, tushunish, erkinlik va erkin savdo va ochiq jamiyatning afzalliklarini ilgari surish, so'z erkinligi va tanqidiy o'ylashni ilgari surish, hammaga qatnashish va ijtimoiy ittifoqlikni ilgari surish qatorliqlar bor. Hukumatlar va boshqa foyda olmaydigan tashkilotlar, ommaviy tashkilotlar va asos qatlam tashkilotlari bilan hamkorlashish orqali radikallashishning oldini olish, asabiylik qurbonlarining davolanish jarayonini qo'llash, ularning hayotini qayta qurishiga yordam berish va ularning yangi va bexatar jamiyatga muvaffaqiyatli qayta moslashishiga yordam berish uchun hamkorlik tashabbuslariga rahbarlik qiladi. Buningdan boshqa, asabiylik va diktatorlik qurbonlarini asliga keltirishga bag'ishlangan asabiylikning asosiy sabablarini hal qilish, erkinlik, kishilik huquq va ijtimoiy adolat prinsiplarini ilgari surish uchun faol tashviqot faoliyatlariga qatnashadi. Gollandiya poytaxti Amsterdamda qahramon lager shohidimiz va dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi Qalbinur Sidiqning lagerdagi ko'rganlari va Xitoyning irqiy qirg'inchiligi tasvirlangan Mashinaning ko'zi nomli hujjatli film qo'yilgan. Gollandiyalik mashhur rejissor Daya Kahin tarafidan ishlangan Mashinaning ko'zi nomli bu film 17 noyabr Gollandiya poytaxti Amsterdamdagi eng chong teatrxona bo'lgan Aya teatrxonasida tunji qitim qo'yilgan. Mazkur filmning tanishtirishida Mashinaning ko'zlari Xitoyning nazorati va Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan bostirishni tanishtirdi. Hozir Gollandiyada surgunda yashayotgan, jazo lagerlarida ishlashga majbur bo'lgan Qalbinur Sidiqni markaz qilgan bu filmda shaxsiy suratlar, saqlab olingan uchurlar, ochiq manbalik sonliq ma'lumotlar, Xitoy davlat taratqullari va Uyg'ur muhojiratidagi shohidlar orqali uning shaxsiy guvohligi Xitoy davlatining tashviqoti bilan silishtirildi deyilgan. Bu filmning tunji qo'yilishida teatrxona gollandiyalik tomoshabinlar bilan liq to'lgan bo'lib, bu film Dunyo hujjatli film festivalida mukofotga erishgan.
Mazkur film qo'yilishidan burun Gollandiyaning 3 chong gazetlarida bu film haqida maxsus xabarlar chiqqan bo'lib, xabarda Qalbinur Sidiq xonimning vatandan qochib chiqqandan keyin xatarga qaramay Xitoyning bu milliy tozalashga shohid bo'lganligini dunyoga oshkorlashni o'zining majburiyati deb qarganligini bayon qilib, Qalbinur Sidiq Mashinaning ko'zi nomli bu filmda o'zining guvohligini suratlar, saqlangan uchurlar va ochiq manbalik sonliq ma'lumotlar bilan birlashtirib, Xitoyning zulm mashinasini oshkorlaydi. Uning Sharq Turkistonda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmi to'g'risida haqiqatni so'zlash uchun to'lagan bedeli intayin zo'r. Ammo u sukut qilib tura olmaydi. U Uyg'ur jamiyatida cho'ng bo'lgan o'zbek millatidan bo'lgan bir ayol bo'lish sifati bilan Xitoy davlatining Uyg'ur xalqini yo'qotish uchun qo'llangan usullarni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Xitoyning atalmış tarbiyalash markazlari deb atalgan insoniyatga qarshi turish lagerlari va davlatning kontrolida partiya a'zolarini Uyg'urga uyda kutib olishga majburlaydigan programma orqali Xitoy Uyg'urlarning shaxsiy hayotiga ta'sir ko'rsatmoqda deb yozgan. Mazkur filmning 17 noyabrdagi tunji qo'yilishiga Dunyo Uyg'ur qurultayining taftishi va filmdagi asosli personaj Jasur lager shoidi Qalbinur Sidiq va qurultayining yana bir taftishi Baxtiyor Nasir, Qurultay Ishki ishlar komitetining mudiri Akbar Tursun, Qurultay Muhojirlar markazining mudiri Odiljon Abdukerim, Gollandiyadagi vatanparvar ziyoli Zeyniddin Apandi, Yevropa Sharq Turkiston ma'rif tashkilotining raisi Obulqosim Abliz, Gollandiyadagi siyosiy faoliyatchi va Yeshillar partiyasining yoshlar tashkilotining a'zosi Alerik Ablikim va Gollandiyadagi Yeshillar partiyasining rahbarlari qatnashgan bo'lib, film oxirida film ko'rguvchilar guldiroz olqishlar bilan teatr zalini larziga keltirgan va basbasda Qalbinur Sidiq xonim va rejissor Daya Koxin bilan rasmga tushib savollar so'rashgan. 17 noyabr kuni Fransiya agentligi va Barones xabar tori Suriya Uyg'ur jangchilarini Xitoyga topshirib berdi nomli xabar e'lon qilgan bo'lib, bu xabar Uyg'ur muhojiratini qattiq andishiga solgan edi. Mazkur xabarda aytilishicha, Suriya hukumat va diplomatik manbalarining APP xabar agentligiga oshkorlagan uchurida dushanba kuni Suriya tashqi ishlar ministri Asad al-Shaybani yangi Suriya hukumati qurilgandan keyin tunji qatim Xitoyga ziyorat qilgan bo'lib, Suriya doiralari Uyg'ur jangchilarini Beijingga topshirib berishni planlaganligini aytgan. Ammo orqadilla Suriya tashqi ishlar ministrligi bu haqda maxsus xabar e'lon qilib, bu xabarning hech qanday asosi yo'q, o'rinsiz yolg'on xabar ekanligini bildirib, Suriya hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish haqida hech qanday kelishim tuzmaydiganligini bildirgan. Navbatda Suriya yangi armiyasi tarkibiga 4000 atrofida Uyg'ur jangchisi qo'shilgan bo'lib, ularning ba'zilariga Suriya armiyasida yuqori unvon berilgan. Xitoy buning qattiq qarshi turgan va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida buni ko'zir qilib, kengashning Suriya qaroriga qarshi chiqqan edi. Tahlilchilarning qarashicha, Uyg'ur jangchilari masalasining Shayboniyning Beijing safarida kun tartibda bo'lishi aniq bo'lib, nom sharpini oshkorlamaslik sharti bilan APP xabar agentligi uchur bergan Suriya amaldorining bildirishicha, Suriya hukumati Xitoyning talabiga asosan 400 Uyg'ur jangchisini turkumga bo'lib Xitoyga topshirib berishni planlagan degan. Bu haqda Yangi Arab gazetining bildirishicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarga va oz sonli millatlarga qarshi qirg'inchilik olib berish, 100 minglagan kishilarni turma va lagerlarga solash bilan ayblangan. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur madaniyati va tarixiy izlarini rayimsizlarcha bostirib yo'q qilishga uringan. Navbatda Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Suriyadagi Uyg'ur jangchilarining mavjudligidan andish qilganligini bildirgan va Suriya bilan har qanday kelishim tuzishdan burun bu masalani muzokara qilmoqchi bo'lgan deyilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.